Navoiyning asarlarida tasavvuf, axloq, insonparvarlik g'oyalari keng o'rin olgan. Xamsa asarlari va g'azallari buning yorqin misolidir. Doktor Azizullo Orol Navoiyning andishasini shunday bayon qiladilar. Hazrat Alisher Navoiy tavalludining 585 yilligi munosabati bilan bu Zukko dahoning 21-asrda ham o'z ahamiyatini qo'ldan bermagan g'oya va tafakkuri xususida to'xtalib o'tamiz. Buyuk mutafakkir, so'z san'ati dahosi, kuchli siyosat arbobi Alisher Navoiy tafakkurida mujassam bo'lgan bag'ri kenglik, insonparvarlik va adolat g'oyalari biz yashab turgan aynan mana shu davr, ya'ni 21-asr ijtimoiy ma'naviy taraqqiyoti nuqtai nazaridan tahlil qilinganda Navoiyning ushbu betakror avsofi markaziy o'rinda turadi. Ishonch bilan aytish mumkinki, bugungi insoniyat jamiyatining asosiy inqirozi bu bilish va anglash inqirozidir. Kamsitish, mutaassiblik, qo'rquv va zo'ravonlik soyasi aynan bilim va ma'rifat qadrsizlangan jamiyatlarda keng yoyiladi. 15-asrning donishmand va oqil mutafakkiri Alisher Navoiy ilm-fan, adabiyot, san'at va hunarlarni mukammal egallab, avvalo o'z qalbini xudbinlik va noinsoniy adolatlardan pokladi, so'ng esa zukkolik farosat, uzoqni ko'ra bilish orqali bilim va ma'rifat soyasida tinchlik, osoyishtalik va barqarorlikni rivojlantirdi. U Sultonsoy boyqaro davrida zukko va salohiyatli vazir sifatida o'sha davrning an'anaviy sharoitlariga qaramay ma'rifatparvar, faol va taraqqiy etgan jamiyatni shakllantira oldi. Bu fikrlarni Navoiyning mana bu ko'p ishlatiladigan hikmatlari mazmuni ham tasdiqlaydi. Ilm anga nurdur, jaholat zulmat. Yoki bo'lmasa, podsho kim adolat qilsa, mulk anga boqiy bo'lur. Alisher Navoiy asarlari hamda uning hayoti va faoliyatini o'rgangan tarixchi va tadqiqotchilar asarlariga tayanib shuni aytish mumkinki, Navoiyning ilmiy, siyosiy, ma'naviy va amaliy faoliyatidagi bag'ri kenglik, madora va ravodorlik bugungi jamiyat avlodlari uchun sabaq olish va foydalanish maqsadida qanday o'rin tutadi degan savolga bevosita javob bo'la oladi. Temuriylar davri Hirot maktabi tilga olinganda qadim Xuroson madaniy taraqqiyoti Alisher Navoiy nomi bilan chambarchas bog'lanadi. Professor Izzatullo Zaki Dehqonoğlu Navoiyning 585-yil tug'ilgan yilida o'z fikrini bildiradi. Bismillahirrahmanirrahim. Ulug' Tengri Taolo oti bilan. Aziz va qadrli do'stlar, barchangizga hurmatlarimni taqdim qilaman. O'shandayki bilasizlar, mana endi fevral oyiga Alisher Navoiy va Boburshohning tug'ilgan kuni munosabati bilan ihtifollar bo'lib o'tadi. Men ham o'z navbamga ulug' shoirimiz Alisher Navoiyning 585-tug'ilgan ayyomini chin ko'ngildan qutlug' bo'lsin deyman. Alisher Navoiy shunday degan: "Menga qilsang ming jafo, bir qatla faryod aylamam. Menga qilsang ming jafo, bir qatla faryod aylamam. Elga qilsang bir jafo, ming qatla faryod aylaram" degan. Yine mana shuni yonida ulug' mutafakkir, shoh, hukmdor, adolatli zot Boburshohning ham 14 fevral tug'ilgan kuni, ya'ni 543 tug'ilgan ayyomi qutlug' bo'lsin deb uni shu shaklda eslaymiz.
kim ko'rib tur ey do'stlar, ahli jahondin yaxshilik, kimki anda yaxshi yo'q, ko'z tutma andin yaxshilik. Mana shu munosabat bilan ikki ulug' mutafakkir, siyosatchi va davlat odami Alisher Navoiy va Bobur Shohning tug'ilgan kunlari qutlug' bo'lsin deyman. Alisher Navoiy turkiy chag'atoyi tilida ijod qilgan buyuk mutafakkir, o'zbek adabiyotining asoschisi va Temuriylar davri madaniyatining eng yillik ma'naviylaridan biridir. Dr. Ehsonullo Quvonch 585 yil sonra ham nasllarimiz Navoiyning asarlariga mushtoq bo'lib, uning fikr va andishasi bilan yashamoqda bo'lganlariga ta'kid qiladi. Agar bir qam gal yuz yuqsamingdur, muayyan turk ulusi xud meningdur. Olimman tahti farmonimda oson, chirik chekmoy Xitodan to Xorason. Hazrat Amirul Kalom Amir Alisher Navoiy bobomizning 585 tug'ilgan yilligi barcha xalqimizga muborak bo'lsin. Ayniqsa bilim ahliga muborak bo'lsin. Ma'lumki, Hazrat Alisher Navoiy bobomiz o'zidan bizlar uchun ko'p yodgorliklar qoldirgan. U kishining har kunni nishonlasak arziydi va arzigulik. Lekin men bu suhbatda Navoiy qachon tug'ilgan, qachon vafot etgan ma'lumki, har bir bilimga kirishgan insonlar yaxshi tushunadiki, Navoiy 1441-yilga tug'ilib, 1501-yilda vafot etgan va 60 yillik hayoti davomida o'zidan eng asosiy samaralar qoldirgan. Buyuk samaralardan birtasini lo'ndaroq qilib aytsam, 30 dan oshiq turli bo'limlarda til, adabiyot, tarix, din bo'yicha asarlarni bizga qoldirgan. Uning yoniga faoliyatlar bor. Faoliyatlardan imroniy ishlarni xalq uchun qoldirgan tarixiy joylar Herot, asosiy joylar Balx va qolaversa boshqa ishlar bor. Lekin bu ishlarning yonida Navoiyni biz qanday qilib yaxshi tanib va yaxshi o'rganishimiz uchun harakat qilishimiz kerak. Bugun ma'lumki, O'zbekiston degan mamlakat Navoiy uchun turli joylarni nomiga qo'ygan va Navoiy bo'yicha yuzlarcha inson doktora, masteri va favq doktora bo'yicha tadqiqotlar olib borganlar va olib bormoqdalar. Endi biz agar o'z mahdudamizda, o'z hududimizga gaplashmoqchi bo'lsak, Afg'oniston xalqi faqat Navoiyni yaxshi tushunib va yaxshi o'rganishi uchun nima qilish kerak? Navoiyni diqqat bilan o'qib chiqishi, Navoiyning asarlarini ko'rib chiqishi uchun birinchiga Navoiyni yaxshi o'rganish kerak. Biz aytamizki, Hazrat Navoiy bizning bobomiz, uni 30 dan osha asarlari deymiz. Misol uchun biz Hazoilul Maoni 4 ta asarini, bittasi G'aroib Sug'arni agar o'qib chiqsak, to'g'ridan to'g'ri biz muvaffaq bo'lgan inson bo'lamiz. Qo'ya beraylik. Navodir Shivob, Badoil Vasat va Favoidil Kivallarini. Yo'inki Hazrat Navoiyning hamsasini bir dostonni ham to'liq o'rganib chiqsak, birinchisi Hayratul Abrorni biz ko'p narsani o'rgangan inson bo'lamiz. Qolaversin Farhod Shirin, Layli Majnun, Sab'i Sayyor, Sa'd Iskandari. Yo din bo'limiga bo'lgan Sirojul Muslimin, Arba'in, Mahbubul Qulub va shunga o'xshagan Divoni Foni har qaysi joyda agar bitta ikkitasini to'g'ri o'qib chiqincha. Shuning uchun aytamizki, Navoiy ochilmagan xazina. Navoiyning bor asarlari ma'naviyat sohasida ochilmagan buyuk tillo koni deymizmi, almos koni deymizmi va nima deb ta'rif qilmoqchi bo'lsak, shundan iborat. Ammo har yil biz Navoiyni qadrlaymiz va tug'ilgan yillarini nishonlaymiz. Bu albatta afzal va juda yaxshi ish.
buni har bir tildoshimiz, har bir yurtdoshimiz, har bir kishi ma'naviyatga yaxshi ko'radi, ma'naviyatni oladi, uni qadrlash kerak. Endi biz xalq Navoiyni tushunish uchun birinchiga Navoiy xazina deymiz. Xazinani kalidi faqat Navoiyni tilini o'rganish. Va o'shandaki Hazrat Amirul Kalom Amir Alisher Navoiy birinchida o'sha Renessans uyg'onish davrida faqat turkiy til va bugungi o'zbek tili, agar qaror berib kelamiz o'zbek tilini xalqiga o'rgatish uchun, keyingi naslga asar qoldirish uchun harakat qildi. O'shaning uchun aytadiki, o'zi har joyga agar bir qavmgar yuz yuqsa mingdir, muayyan turk ulusi xud meningdir, olimman taxt farmonimda oson, chirik chekmoy xitodan to Xorason bemakum Shiroz Tabriz ki qilmishdir nayikilkum shakarriz deb da'vo qiladi. Osiyoni hammasini olish uchun va asarlarni yaratadi, olimlarni tarbiya qiladi va uning yonida tilni boshqa tillar, ayniqsa fors tilini bilan qiyoslash uchun Mahokimatul Lug'atayn asarini yaratib bizga qoldiradi. Tilni kuchligini, quvvatligini bizga chiqarib ko'rsatadi. Biz endi bugungi texnologiya davrasida Hazrat Navoiyni fikrini o'rganish uchun, aynan Hazrat Navoiy yo'llagan yo'lni yo'llash uchun nima qilishimiz kerak? Birinchidan albattaki farzandlarimizni o'zbek tilini, umumiy qilib aytganda turkiy tillarni o'rganish uchun ularga sharoit yaratib berishimiz kerak. U davrda qalam bilan, devot bilan ish olib borsalar va bugungi kunda faqatgina internet bor, saytlar bor, dunyo mana shu texnologiya sababli bir o'toqqa aylangan. Qila olamizki, hamma narsani o'rgansak. Bir kishimiz O'zbekistonga to'xtab, ma'naviyatini Amerikadagi insonga o'rgata oladi. Amerikadagi to'xtab Turkiyadagi insonga o'rgata oladi. Bunga sharoit yaratish uchun Xudoga shukrki, biz mana shu yerga bir eslab o'tishni o'zimga lozim deb tushunaman. Bir qator doktora saviyasiga yetishgan, masterliklarni olgan insonlar bilan O'zbek Kids Academy deb aynan Navoiyni yo'lini yo'llash uchun O'zbek Kids Academy'ni ijod qildik va unga o'zbek onlayn o'quv kurslarini qo'ydik. Bir qator xalqlarimizga rahmat, ular kirishib farzandlarini o'qitish uchun qo'yganlar, 100 bir kishiga o'rgatish uchun. Endi mana shunday fursatlarni biz va bizga o'xshagan Afg'oniston ichkarisida va tashqarisidagi bir qator tuyg'uli yigitlarimiz sharoit yaratadi-ku. Mana shu fursatdan foydalanish kerak xalqimiz. Farzandlarini fursatdan foydalanish uchun texnologiyadan foydalanib qo'yib o'rgatish kerak. Baribir qancha xarajat bo'lmoqchi bo'lsa, moddiyat topiladi. Agar moddiyat topilmasa edi, Hazrati Navoiy bor yo'q o'sha otasidan, bobosidan qolgan mulklarni bilim yo'lida xarjladi. Chunki o'yini Hazrati Navoiy o'sha payt Osiyodagi insonlar, hatto Yevropadagi insonlar uchun markaziyat aynaltirdi. Hazrati Navoiyning o'yi Hirotda bilim ahli uchun tushar joy va markaziyat edi. Bor yo'g'ini bilim uchun vaqf qildi, joylargacha vaqf qildi. O'shandek aytamiz, Navoiy masjid tuzatdi, rivot tuzatdi, madrasa tuzatdi. Shuni hammasi Hazrati Navoiy, ko'pinchalik Hazrati Navoiyning o'zini ota bobosidan qolgan mulklari. Shu asosda biz agar yurtimizni masjid, madrasa, maktab uchun vaqf qila olmaymizmi? Ozcha pulimizni farzandimiz uchun Navoiyning yo'lini yo'llab, mana shu sharoitlardan foydalanib, aynan o'zbek o'quv onlayn markazida qurilgan sharoitlardan foydalanib, o'zbek tili, ya'ni Navoiyning tilini o'rganib, keyin Navoiyning asarlarini chuqur o'rgansak, erta o'zbek tili qancha kuchli va qancha lug'atdan boy, ma'naviyatdan boyligini bilib va Navoiyni qancha kuchligini bizlar tushunamiz. Umid qilamanki, umuman do'stlarimiz, xalqlarimiz, eshitgan suhbatlarimizni eshitgan insonlar, bilimni yaxshi ko'rgan, Navoiyni yaxshi ko'rgan insonlar bu yo'lni yaxshi poylab, kelajakda tuziy farzandlar tarbiya qilsaki, Navoiydek inson bo'lib, kelajakda agar alloma bo'la olmaymi, olim, shoir, tarixchi va adabiyotchi bo'lib, kelasi naslni mana bu yomon vaziyatlardan qutqazib, bilim dargohlarini qurishga harakat qilsa degan
umiddaman. Shu asosda Hazrati Alloma Amir Alisher Navoiy bobomizning tug'ilgan kunlari barcha xalqimizga muborak bo'lishi bilan ruhlari shod, joylari jannatda bo'lsin. U kishining yo'llarini inshaallohki yo'llaylik. Quhanyor Saidbobir Sadat Navoiy to'g'risida nima deydi? Birlikda eshitamiz. Ey yaxshi oting bilan sarog'oz, anjomig'a kim etar harovoz. Salom va hurmatlar barcha farhangsevar va adabiyotsevar do'stlarga. Bugun biz tarix va adabiyotimizning buyuk shaxsiyatlaridan biri bo'lgan Amir Alisher Navoiyning tug'ilgan kuni munosabatini olmoqdamiz. Amir Alisher Navoiy Temurlar davrida yashab ijod etgan buyuk shoir, mutafakkir, yozuvchi, siyosatchi hamda farhangsevar kishi edi. U nafaqat adabiyot, balkim davlat ishlarida ham faol qatnashgan va butun umrini ilm, bilim, adabiyot, farhang, tamaddun, ya'ni turk tili va adabiyoti ravoji uchun vaqf etgan shaxs edi. Navoiyning eng buyuk xizmati o'z asarlari vositasi bilan, o'z adabiy meroslari vositasi bilan turk, ya'ni o'zbek tilini komil shaklda, ya'ni adabiy shaklda yuksalishga hissa qo'shgan shaxs edi. U 30 dan oshiq asar yaratgan. Bu asarlari nafaqat adabiyot sohasida, turli fanlar bo'yicha ham edi. Navoiy faqat 15-asrga bog'liq shoir emas. Ya'ni 'o'tmishga, ya'ni 'o'tmish davriga bog'liq shoir emas. Balkim bu Navoiyning asarlari, shu payomlari, asarining payomlari 21-asrda ham tirik va hayotdir. 21-asrga ham kelib bu o'z ta'sirini qo'ygan. Hozir bu shaxsning oti dunyo bo'ylab tutiladi. Bu shaxsning asarlari dunyo bo'ylab tarjima bo'lgan. Bu shaxs nafaqat turk adabiyotiga, o'zbek adabiyoti ta'sir ko'rsatgan, boshqa turli adabiyotlarga ham, tillarga ham o'z ta'sirini qo'ygan. Navoiyning ruhlari shod va yo'llari davomli bo'lsin. Muhammad Naim Nofiy Navoiyning ma'naviy merosi to'g'risida shunday bayon qiladi. Ulug' Tengri taolo oti bilan. Alhamdulillah, bugun yana bir bor buyuk mutafakkir, Suxan va qalam arbobi Mir Nizomiddin Amir Alisher Navoiy hazratlarining 585-yili tavallud ayyomini nishonlash ostonasidamiz. Ushbu muborak kunni barcha vatandoshlarimga, qolaversa dunyo turk xalqlariga chin ko'ngildan tabriklayman. Navoiy deganda tarixdagi oddiy bir ism emas, balki u axloq va madaniyat ulgusidir. Agar u zotning hayoti va tafakkurini butunlay to'liq shaklda aytib o'tmoqchi bo'lsak, soatlar emas, balki kunlar ham unga yetmaydi. Chunki u bir umr tinmay zahmat chekib, yangi bir madaniyat o'rtaga keltirdi. Hazrati Navoiy turkiy tillari va adabiyoti tarixida kam uchraydigan xizmatlar qildi. Ammo bu buyuk xizmatlar qatorida uning shaxsiyatida yana bir fazilat bor, u esa Navoiyning axloqidir. Navoiy ilmiy qudratini, qalamining kuchini axloq javhari bilan qo'shib bir axloq maktabini ijod qildi. Navoiy o'z tilini isbotlash uchun hech kimsani yezmadi. Boshqalar tiliga ham hurmat yuzasidan ular tilida ham ijodlar qildi. U boshqalarni inkor qilish o'rniga o'z madaniyatini boyitish uchun yozdi. U hech qachon bir millatning shoniga tegmay,
ihonat qilmay, hech bir tilni kamsitmadi. Divon-i Foni Risolatul Mufradat bu ikki asar bizning yuqoridagi iddaomiz isbotidir. Bundan ma'lumki, Navoiy o'z tilining buyukligini va boyligini boshqa tillarni kamsitishda emas, balki o'z tilini yuksaltirishda ko'rgan. Bugun esa ijtimoiy tarmoqlar hayotimizning ajralmas bir qismiga aylangan. Ijtimoiy, siyosiy, farhangiy va madaniy bahslar ushbu shabakalar orqali yo'lga qo'yiladi. Afsuski, ba'zi yoshlarimiz o'rganish o'rniga haqoratni, bilim o'rniga so'kishni tanlamoqdalar. Boshqalarning sha'niga, tiliga hujum qilish bizning buyukligimiz emas, kichikligimizni ko'rsatadi. Agarda bugun Navoiy hazratlari hayotda bo'lganlarida edi, bizlarga yozish va o'qish o'rniga so'zlash odobi va axloqini o'rgatgan bo'lar edi. Navoiyni yodlab e'tiborlar uyushtirish albatta yaxshi. Ushbu marosimlar orqali o'zimizni Navoiy axloqiga moslashtirishimiz undan ham yaxshiroq. Ziyoli kishilardan, buyuklarimizdan iltimos etamizki, ushbu anjumanlar orqali ko'proq Navoiy axloqlari ustiga to'xtalib o'tsalar. Shundagina yoshlarimiz Navoiy kimligini yaxshiroq anglaydilar. U shoir donishmandlikdan avval bir inson bo'lgan. Ko'proq Navoiy hazratlarini axloqining ustiga ta'kidlashim boisi buki, bir necha insonning axloqi sababli bizning tariximiz, madaniyatimiz, farhangimiz eng muhim bo'lgan masala Hazrat Navoiyning axloqi bilan bunyod etilgan madaniy merosi boshqa millatlar tomonidan noto'g'ri qazovat va vayron bo'lmasin. Navoiyning to'g'ri mutolaa qilsak, shundagina anglaymizki, axloqsiz til bir tovush, hurmatsiz madaniyat esa bir iddaodir. Said Asadulloh Bashosh Navoiyning andishalari shunday kuchliki, bizlar yuzlarcha yil so'ngra bu andisha bilan yashamoqdamiz. Yuz jafo qilsa menga bir qatla faryod aylamam. Yuz jafo qilsa menga bir qatla faryod aylamam. Elga qilsa bir jafo ming qatla faryod aylaram. Aziz va qadrli video ko'ruvchilar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Barchalaringizga ulug'vor bobomiz, so'z mulkining sultoni, buyuk mutafakkir, buyuk bilimdon, Turk dunyosining eng katta faxrli shaxsiyati Alisher Navoiy bobomiz janoblarining tug'ilgan ayyomlarini muborak bo'lsin deb qolaman. Albatta bu kishi haqida so'z olib borish nihoyatda biz uchun katta quvonch va faxrni belgisidir. Bu insonlarni har bir qilgan xizmati, har bir qoldirib ketgan merosi, oltin davr qilib ketganlari biz uchun betakror xazinadir. Bularning biz uchun ko'rsatgan jasorati, qilib ketgan fidokorliklari, bularning bizga qoldirib ketgan oltin meroslari bugungi kunda bizning dunyo xalqining orasida kimligimizni, qanday bir millat ekanligimizni guvohi bo'lib turibdi. Albatta buyuk bobomizni bizga qoldirgan 30 dan ortiq asarlari shunday qiyinchilik davrlarida, o'z davrlarida shunday cheklangan imkoniyatlar bilan bizga shunday to'xtatmasdan ijod qilib va biz uchun yashagan inson, ulug' insonni har qanchalikcha mehr va utufat bilan qo'llab-quvvatlasak, ularning ruhlariga duolar qilsak, arzigay aziz va qadrli tildoshlar va yurtdoshlar. Bu siymolarni har qanchalikchaki biz qo'llab-quvvatlasak, keyingi naslimiz bizni shunchalikcha cho'qqida ko'radi. Demak, bu sharafli insonlarni, buyuk mutafakkir bilimdon bobolarimizni bizga qo'yib ketgan omonatlarini yaxshi tarzda, shukrli holatda, omonatdorlik bilan keyingi naslimizga yetkazish
har bittamizning burchimiz hisoblanadi. Demak, u kishilarning bir umr bo'yicha, ya'ni abadgacha ularning otlari, qilgan fidokorliklari, etgan zahmatlari mangu qoladi. Demak, biz ham shu buyuk bobolarimizga munosib farzandlar bo'lish uchun doimo navoiyshunoslik, boburshunoslik to'garaklarini o'rtaga ijod etib, ularga xos va mos tarzda avlod bo'lishni albatta biz o'zimizga ixtiyor qilishimiz kerak va qilganmiz. Demak, yana bir buyuk alloma, buyuk shahanshoh, buyuk shaxsiyat, shoir, qilich arbobi, tarixchi, dunyo tan olgan shohlardan biri Zahiriddin Muhammad Bobur bobomizni ham nihoyatda shaxsiyatlari, borliklari turk xazinasini eng cho'qqisidan o'rin olgan shaxsiyat deb dunyo tan olgan. Demak, bu bobomizni ham tavallud ayyomlarini, kirib kelgan tavallud ayyomlarini barcha tildoshlarimizga, turk dunyosiga yuragimning chuqur o'rnidan muborak bo'lsin deb qolaman. Demak, bu kishi kam umrda, qisqa muddatda bizdek qorako'z farzandlarini kelajagini o'ylab, o'zlarining tinimsiz fidokorliklar ko'rsatib, qilich va shamshir o'ynatib, tun kun chidomsiz tahammullarni chidab, boshlariga qiyin kunlarni ko'rib va bizning tinch va totuv yashashimizni, adabiyotimizni o'sishini, adabiyotimizga, tilimizga cheksiz xizmatlar va fidokorliklar qilib ketganlar. Aziz va qadrli do'stlar va aziz tildoshlar, bu buyuk allomalarning, siymolarning qilib ketgan har bir fazilatli ishlarini, qilib ketgan fidokorliklarini qadriga yetish, ularning yaxshi shaklda, yaxshi ot bilan qo'llab-quvvatlash har birimizning burchimizdir. Bu insonlarga yaxshi farzandlar bo'lish har birtamizga eng buyuk orzu va eng buyuk istaklardan biridir. Demak, bu ikki siymoni buyuk bobomiz Amir Kalom Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur janoblarini biz uchun qoldirib ketgan betakror xazinalari, asarlari, tarixiy obidalari, qurib ketgan binolari bugungi kunda butun dunyoni hayratga qoldirgan. Biz nima uchun faxrlanmaymiz? Hozirgi kunda nima imkoniyatimiz yo'q, qanday sharoitlarimiz yo'q? Demak, hamma suhulat va sharoitlar biz uchun nihoyatda farovon desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Demak, u insonlar o'z davrida eng qiyinchilik davrlarni, eng zulmat ko'tarilgan davrlarni o'zlariga qabul qilib, shunchalikcha ijodiyot ko'rsatganlar. Biz hamma imkoniyatdan boymiz. Demak, ularni faqat qiladigan ishimiz ruhlarni shod qilish maqsadida ularga munosib farzandlar bo'lib, ularni qilgan ishlarini, fidokorliklarini qadriga yetib, naslarimizga, keyingi nasllarga ulardan qolgan xazinalarni, qoldirib ketgan meroslarini yaxshi tarzda oshirib mangu qilishimiz har bir tamizning bo'ynimizga albattaki dayndir. Zahiriddin Muhammad Bobur bobomiz shunday deydilar: har kim ki vafo qilsa vafo tofqisidir, har kim ki jafo qilsa jafo tofqisidir. Yaxshi kishi ko'rmagay yomonlik hargiz, har kim ki yomon bo'lsa jazo tofqisidir. Albatta bu buyuk shaxsiyatlarni yana bir bora ruhlari shod va qabrlari nurdan to'lsin va butun xalqimizga bu ikki siymoni, ikki shaxsiyat insonni tug'ilgan ayyomi yana bir bora muborak bo'lsin. Assalomu alaykum.